Assalomu alaykum yana bir bor. Bize YouTube kanalimizda bizni qiziqish bilan ko'rayotgan aziz muxlislar, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun bir nima deydi, sizlarga bir chiroyli bir suhbat taqdim etmoqchiman. Qachonlardan beri buni planni qilib yurdik. Endi Alloh bugunga nasib qilgan ekan. Shu niyatimiz ushaldi. Bugun quvamizni bir faxri bo'lgan, bir quvamizdagi bir aksariyat san'atga ishqiboz odamlar biladigan, quvani bir farzandi bo'lgan shu Qodirjon Ahmedov bizning do'stimiz, ham bir chiroyli bir yaxshi suhbatdosh sifatida bugun sizlar bilan bir chiroyli bir suhbatimizni taqdim qilmoqchiman. Bu do'stimiz asosan buni suhbatni nimaga taqdim qilyapman? Sababi bu do'stimizni eskidan bilan, yoshligimizdan beri biz do'stmiz. Yaxshi bilaman, ta'limga, bir tarbiyaga, bir o'zi qiziqadigan, shunaqa bir yaxshi fikrlarga, ko'p kitobga muhabbati bor bo'lgan bir insonligi uchun bugun suhbatimizni shu Qodirjon bilan davom ettirib, sizlarga bizni qiziqtirgan Qodirjonning o'zini fikrlari, shunaqalarni bir taqdim qilish niyatida bugungi ko'rsatuvni tayyorladik. Bugungi efirimizni ko'rsatuvni ko'rishdan oldin hammalaring chiroyli qilib bizning kanalimizga bitta laykni bosib, obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga manfaatli bo'ladigan yaxshi fikrlar, ko'rsatuvlarni taqdim qilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Marhamat, bugungi suhbatimizni maroq bilan tinglaysizlar, ko'rasizlar degan umiddamiz. Assalomu alaykum Qodirjon do'stim. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat do'stim. Rahmat. Allohga shukr. Bugun xabaringiz bor, bizni shu xususiy maktabimizda YouTube kanalimiz bor. Shu YouTube kanalida biz doim ota-onalarga, shu bizning kuzatuvchilarimizga bir yaxshi bir o'zimizga ravo ko'rgan yaxshi fikrlar, kitoblar yoki bir yaxshi bir motivatsiyalarni berishni boshladik. Bugun sizga ham bu chiqishga rozi bo'lganingizga avvalo rahmat. O'rta vaqtingizni rahmat. Taklif qilganingiz uchun avvalo rahmat. Do'stim, endi sizni men birinchi sizga beradigan savolim ta'lim bilan tarbiya haqida, hozirgi jarayonda, hozirgi holatda ota-onalarga, misol mana hammamiz ota-onamiz, siz ham farzandingiz bor, meni ham farzandim bor. Shu ota-onalarga qanday bir ota-ona sifatida ta'lim haqida yoki tarbiya haqida fikringizni bilmoqchiman. Juda ham yaxshi savol berdingiz. Avvalo hozirgi paytda shu xususiy maktablarda farzandlarini o'qitayotgan ota-onalarga mingdan bir rahmatimni aytaman. Chunki ilmga bo'lgan, ta'limga bo'lgan, bilimga bo'lgan ishtiyoq hali ham bizda mana o'z samarasini ko'rsatyapti. Yaxshi. Hozirgi paytda bitta oiladan ikkita, uchta farzand shu xususiy maktabda o'qiyapti. Bu ozmuncha sarmoya talab qilmaydi. Lekin shularni qiyinchilikni o'tib, ota-onalar o'qityapti. Ajrini ko'rishsa iloyim. Buni samarasini albatta ko'rsatadi. Bu bolalarga ta'lim berib o'qitish ham bir biznes turiga kiradi. To'g'ri. Endi men bundan juda ham xursandman, chunki mana xususiy maktabda o'qiyotgan bolalar aksariyat ko'p qismi yaxshi natijalarga erishyapti. Buni kuzatib boryapman. O'zim ham qiziqqanligim uchun. Boshida shu ota-onalarga rahmatimni aytaman. Joninglar omon bo'lsin. Farzandlari shunaqa qilib ilmli, bilimli qilib qolaversa, shu xususiy maktablarni ochilishiga o'z hissasini qo'shgan mana sizga o'xshagan insonlar ko'paysin. Shu ilmni hurmat qiladigan, davlatimizga xizmat qiladigan insonlar, shu yurtdoshlarimiz ko'paysin. Rahmatimni aytib qolaman. Bundan endi ta'limga kelsak, nima deyman endi? Nima deb gap boshlashni ham bilmayapman, ozgina sir bosyapti. O'zimiz shu doimgi fikr. Asosiy ta'limni men o'tgan safar ham sizga aytganman, ota-ona avvalo o'zini isloh qilish kerak. O'zimiz oldin tarbiyali bo'lishimiz kerak. Agar o'zimiz tarbiyasiz bo'lsak, farzandlarimiz ham shunga qarab ketadi. Qush inida ko'rganini qiladi, deb aytishmaydi. Bu bor gap, chunki
o'zimda sinagan narsa, uzoqqa bormaymiz. Ko'p narsani men o'zimdan qiyos qilib gapiraman. Shu ota-onaga qanaqa yaxshi xizmat qilsangiz, uni ko'rib turgan bola mani dadam, dadalariga, onalariga shunaqa xizmat qilgan, men ham shuni qilishim kerak degan fikr bo'ladi. Men buni samarasini ko'ryapman, Allohga shukr. Demoqchimanki, birinchi bo'lib shu ota-ona oldin o'zini isloh qilsa, ota-ona uyda shu bolalarning oldida ko'p kitob o'qisa, keyingi avlod ham shunga qarab ergashib ketaveradi. Avvalo uyda o'zi Avvalo tarbiya, uyda. uyda maktab bilan bir qatorda ta'limni-ku xo'p maktabda olar, lekin tarbiyani avvalo Albatta. bir 50% tarbiyani, baribir 50% dan ham ko'proq tarbiyani men o'zimning fikrim 80% ham to'g'ri. uyda oladi-da. Albatta. Bejizga emas, vatan ostonadan boshlanadi degan gap bejizga emas. Vatan ostonadan boshlanadi. Bu kuchli gap. Zamirda kuchli hikmatlar yotibdi. Buni katta bo'lgandan keyin tushunamiz ekanda, qachon ota-ona bo'lganimizdan keyin. Bizga ham yoshligimizda gapirsa, nimaga ota-ona ostonadan boshlanadi degan savol kelardi. Mana yosh o'tib, sani ulg'aygan sarimiz bu narsalarni ko'rib, tushunib boryapmiz. Asosiy ta'lim uydan boshlanadi. Ta'lim uydan boshlanadi. Qolgani bilim maktabga borib, o'qituvchilardan. Uydan ham boshlanadi hamda ota-onaning o'zidan. Albatta. Misol men shunaqa deb o'ylayman, bir joyda bir shogirdimiz bir ibratli bir gapni aytgan edi. Hozirgacha esimdan chiqmaydi. Hali bir davrada o'tiribmiz, endi bitta odam tug'ilgan kuni bo'lyapti endi. Hamma haligi odam rahbar endi tilak fikrlar bildirilyapti, falon, ular. Shunda haligi bolaga so'z navbati kelganda aytdiki, endi uning ichida kimdir turib, meni farzandim sizga o'xshashini xohlayman, men sizga o'xshashni xohlayman degan gaplar ham ketdi-da endi. Xuddi shu jarayonda asli bir ukamiz turib, kechirasizlar, avvalo meni gapim yoqmasa, men to'g'risi otamga o'xshashni xohlayman. Chunki otam meni kumirim, otam meni eng dunyoda havas qilgan inson otam bo'ladi degani. O'shanda o'sha gap menga rosa ta'sir qilgandi. Xuddi shunga o'xshab, hali farzandlarimiz ham otasiga, onasiga o'xshashni orzu qilsa, Albatta shu o'rinda bir hikoya esimga tushib ketdi. Shayx hazratlariga sizni havas qilib, sizni yaxshi ko'rib, siz ismingizni qo'yuvdim. O'g'lim baribir sizdaqa bo'lmadi, noqobil bo'ldi deganda Shayx hazratlari juda chiroyli javob bergan edi. Shayx Muhammad Sodiqqa o'xshash uchun otasi o'g'li Muhammad Yusuf bo'lish kerak. Chiroyli gap bu, juda ham kuchli gap-da. Qarang, bu gapni negizida ham shu oilaga taqalyapti. Ota-onaga taqalyapti. Aslida juda ham ko'p qismi onaga taqiladi bolani tarbiyalash. Chunki ota ko'chada, tirikchilikda. To'g'risi, men o'zim ham o'g'lim bilan kam muloqot qilaman. Chunki safar yuraman, ko'proq onasi shug'ullanadi. O'g'il bola onasini aytganini qiladi. Endi dada turib shoh vazifasini bajaradi-ku. Bunga qarab qo'ysangiz ham onasiga erkalayotgan bo'lsa, sizdan qo'rqib darslarni qiladi. Otaning o'rni ham juda katta. Bir-biriga bog'liq. Bu narsa keyin yana shu o'rinda men sizni havas qilaman degani shu niyat to'g'ri qilib olish kerak ekan. Men sizni ilmingizni havas qilaman, o'zini emas, ilmini deyish kerak. Chunki qadimda juda ham kambag'al bola bo'lgan ekan. Bir shayxni oldiga borib, "Meni duo qiling. Men boy bo'lib ketay" dedim. Qiynalib ketdim kambag'al qashshoqlikdan. Desa shayx o'sha zamondagi shayx. "Xo'p, kimga o'xshashni xohlaysan?" Desa bola o'ylanib qoldi. Bilmadim, shuni bilib kelib bordi. Chiqib ketibdi, 3 kundan keyin kelib bir joyda bir palonchi boy bor ekan. Shunga o'xshagim keldi. Qanaqa ekan u debdi. Juda ham katta yerlari bor ekan, chorvachiligi bor ekan, puli o'ta ham ko'p ekan. Qo'lini qaqa uzatsa shunaqa yetar ekan. Shunga o'xshab boy bo'lgim keldi, shunaqa duo qiling. Desa,
Haligi shayx yana savol beribdi. O'sha odamda ham bir kamchiligi bormi? Borib bir so'radingmi? Yo'q, so'ramadim. Bor bilib kel. Keyin bola hayron bo'lib, "O ichida ham duo qo'ysa bo'lmaydimi? Shuni ham bilish kerakmi?" degan haligi odamga erishdi o'yladim. Hamma odamga yot narsa emas, bor narsa. Bizda ham, ayniqsa bizda ham bor. Keyin haligi bola borib, hali odam bilan suhbatlashib, "Armoningiz bormi?" desa, "Baqaki, haligi ham dardini kimga aytishni bilmasam. Borda o'tirmakki." Zo'r o'tirgan ekanmizga o'xshab. Gapirib beribdi hayotini. "Men debdi, ahli ayolim bilan juda ham debdi sevishib turmush qurganmiz. Juda ham sevishib turmush qurganmiz va mana hozirgacha yashab kelyapmiz. Orada shu ayolim juda ham qattiq bedavo dardga uchradi. U kasallikda og'ir o'lim bilan tugardi. Ayolim har kuni yig'lardi. Men o'lib ketsam boshqa odam bilan turmush qurasizmi? Boshqa odam bilan yashaysizmi? Boshqa odam bilan farzandli bo'lasizmi?" Deyver ekan. Bunaqa endi orada farzand hali bo'lishga ulgurishmagan. Yillar davomida shu gap qaytarilaverganda haligi odam endi o'zini o'zi shu farzand ko'rmaydigan qilib keladida. Keyin bir kun ayoliga, "Mana ko'ngling to'q bo'lsin, men senga bo'lgan muhabbatim shunga bordiki, men hatto o'zimni shu farzand ko'rmaydigan qilib keldim, boshqa ayol bilan yashamaydigan qilib keldim." deydi. Haligindan ko'ngli to'ladi hali ayol. Endi Allohning qudrati bilan hali ayol yaxshi bo'lib ketadi. Hali muhabbat 2 yilga boradi, xolos boshqaga tegib ketadi. Hali boy odamning qismatida birovni havas qilishdan oldin uni tarixini o'rganish kerak. "Mani dardim ichimda" deb shu voqeani aytib berganda hali bola, "Menga uni boyligi ham kerak emas, hayoti ham kerak emas, shu yurishim yaxshi ekan" deb qaytgan ekan fikrida. Shuning uchun agar bir odamni havas qilsang, uni ilmini havas qiling, o'zini bilsin. Endi yana bir gap bor, hali falonchi boyga o'xshab boy bo'lsin bo'lam deydi. O'sha boy ham boy bo'lish uchun qanchadir mehnat qilgan, qanchalar kitob o'qigan, umrini teng yarimini singdirganda o'zidan o'zi boy bo'lib qolmaydi hech kim. Olma tish, og'zini tish bo'lmaydi hech jahonda, mehnat bilan. Shunda biz Xudodan so'rayapman, men shu gapga juda ham qo'shilaman. Shu bir odamni havas qilsang, uni ilmini, yo bo'lmasa zikkorligini, yo bo'lmasa tadbirkorligini, zehnini shunaqa bo'lsin deb niyat qilish kerak ekan. Avvalo niyatni to'g'ri qilish kerak ekan. Shuni gapirmoqchi edim, mana eshitdingiz. Endi hozirgi paytda bitta masala bo'lyapti, bitta. Siz bilan biz o'qigan paytlarimizda men tarix bo'lib qoldi-da bu. Albatta, har bir kunimiz tarix. O'qituvchilarga munosabat bilan hozirgi munosabatdagi farq haqida fikringiz qanday? Juda yomon. Shu masalani bir fikringizni bilmoqchiman, ya'ni hali kengaytirib o'zi tushundi shekilli savolimni. Tushundim. Men o'qituvchilarimga hozir qo'limni ko'ksimga qo'yib, agar ko'rib turgan bo'lsa rahmat deyman. Chunki biz davrimizda dadangga aytaman degan so'z biz uchun o'lim bilan barobar edi. Jon ustoz aytmang. Jon ustoz aytmang, uylaringizda nima ish bo'lsa qilaman borib. Urib yorib bizni, ishonasizmi? Lablarim yorilib ketardi. Biz ham o'shda. Quloqlarim qon oqardi. Tishlarimdan qo'shib, bo'laklarimdan urib shapalab bilan urganda izlari bir hafta ketmas. Lekin ota-onam borib, "Meni bolamni uribsan" deb shikoyat qilmagan. Hech ham. Rahmat, yomon o'qigan bo'lsak ham, o'sha paytda yomon o'qigan bo'lsak ham, hozir ancha-muncha shu yomon ilmimiz bilan, past ilmimiz bilan Alloh taolo shunaqa darajaga yetkazib qo'ydi. Sal xalq oldida tanitib qo'ydi san'atimiz bilan, sizni mana ilmingiz bilan. U paytda hozirgiga o'xshab ota-ona borib o'qituvchilarni urmagan, o'qituvchining qadri baland bo'lgan. Men o'ylayman, bolasini orqasidan u bolamni ursam deb borayotgan ota-onani o'zi shu aqlicha pasmi deymanda. Nimaga desangiz, bitta oilada 4 ta farzand bo'lsa, dadaxon. Bitta ota-ona 4 farzandiga ham bir xil tarbiya bera olmaydi. To'g'ri. Qaysi biridir noqobil chiqadi. Ya'ni xalqimizda bitta gap, maqol borku, har bitta xonadondan bittadan sassiq piyoz bo'ladi. Bittadan totadi. Endi qarang, o'qituvchilar hozirgi kunda bitta sinfda nechta o'quvchi bor? 35 ta, 20 ta yo. Shunaqa.
Bizda xususiyda 20 ta, 22 ta. 20 ta, 25 ta deng. 25 ta bolaga haligi o'qituvchi ta'lim beryapti. Ilm beryapti. Bilimini ham beryapti. Uyda ko'rmagan ta'limini ham beryapti. Yana unga qattiq gapirsa kelyapti-da, ota-ona kelib urishib, boshqa qilib, chiqarib syomka. Mana o'g'lim urdi falondaqa, pistondaqa. Men aytaman-da o'sha ota-onalarga. Ha, agar urgan bo'lsa, sen urmasang uyingda o'qitib ol, shu ta'limni o'zing berib ol. Qo'lingdan kelsa agar deyman-da. O'qituvchilarning qadri juda ham tushib ketyapti. O'qituvchilarni hurmat qilmayapti. Biz davrimizda, yoshligimizda 20 yil bo'ldi mana bitirganimizga. 22 yil bo'ldi. Unaqa bo'lmagan. Men eslayman, ko'p sinf biz juda sho'x sinf bo'lganmiz, juda ko'p kalta yerdik. Bir marta hayotimda bir marta ota-onam orqamdan bormagan. Kam bo'lingan yo'q-ku. Kam bo'lingan yo'q. Mana hozirgi kunga kelib ijtimoiy tarmoqqa shunday kirsangiz, bolam uribdi, boshqa. Bolingni nimaga urdi degan savol berish. Nimaga meni bolamni urdi? Deyish kerak-da. Yaqinda men o'zimda bo'ldi, u meni chaqirishdi. O'g'lim shunaqa to'palan qilyapti dedi. Keyin men o'qituvchilarga aytdim, meni kechiringlar, ustozlar. Iloji bo'lsa o'g'limni haydab yuboringlar. O'g'lim shunday qilgan. Endi men o'g'lim meni tarafni oladi dedi-da, olmadim. Ular ham hazilomni shunday nimadan printerdan qog'oz chiqarishdi, oddiy qog'oz qo'l qo'yib bering. Ana haydaldi o'g'lingiz. Endi o'g'lim qayta o'qishsiz qo'ying. Ustoz otingda qoldi. Meni qanday ko'rsang, ustoz ham shunaqa ko'rgin, tanbeh berdi. Lekin uyga borib rosa jazosini berdi. Lekin qalbim ham og'ridi-yu, lekin shunaqa qilishim kerak edi. Nimaga ustozni mavqeini ko'tarib qo'yishing kerak? Mana kimlargadir ustozlar. Qaysidir ma'noda hozirgi kunda nechta shogirdim bor. Oldingi shogirdlar bilan hozirgi shogirdlarning ham farqi bor. Buni bilasiz. Buni ham ota-ona o'rgatish kerak uyda. To'xta, senga ilm beryapti, bilim beryapti, ta'lim olyapsan bundan. Ustozing meni qanaqa ko'rsang, mendan aziz ko'ring deb ota-ona gapirish kerak. Hozir o'ylayman, kam unaqa gapiradigan ota-ona. Oxirgi payt men shunaqalar ko'rmay qo'ydim. Endi qayerda rivojlanadi bilim? O'ada borib kim bo'lsa o'qituvchini uraversa, kim bo'lsa o'qituvchini uraversa, o'qituvchiga ham zararmi? O'ylang, asabi ketadi. O'shaning orqasidan ham ko'p o'qituvchilarda dars o'tish tizimi bor-ku. Pasayib ketdi. Kiradi nomiga. Deydi o'qituvchilarga nimaga bunga desiz, hamma narsa desen deydi. Uydagilar deydi ki yozib berishyapti boshqa qilyapti. Endi bizda Xudoga shukr bu xususiy bu masalani endi biz xususiy tizimda bunga ko'pam bizga daxli yo'q. To'g'risi misol mana 5-6 yildan beri shu xususiy tizimda ishlayotgan bo'lsam, bizda bunaqa ota-ona haligi bizda endi haligi haqiqiy o'qitaman deb bergani uchun bolalarini. Biz ota-onalar ancha farqli dunyoqarashi, bu boshqa tomondan jicha farqi bor. To'g'ri davlat maktabida o'qitayotgan ota-onalarning. Sababi bular endi qaysidir ma'noda o'zini moddiy manfaatidan kechib turib bolalarni sarflab o'qityapti. Bularga ko'p aytadi kelib qattiq turib o'qitaveringlar. Men sizlarga mana deydi hech kim shunaqa deydi. Shuni hisobiga bizda misol uchun ota-ona o'qituvchi shuni hisobiga misol mana oddiy misol o'qituvchilarni yaxshi ko'rish darajasi o'quvchilarga davlat maktablaridan ko'ra ziyodroq. Bu aniq. Chunki bizni misol mana ota-onalar ham shu fikrni tasdiqlaydi. Bizni o'qituvchilarni aytgan gapi uyda ham o'tadi. Misol uyga borib bu narsani qilasan desa, borib albatta o'sha narsani qilgizdilar. Lekin davlat maktablarida bu jarayon ozgina sustlashib qoldi. Sababi o'sha. Bir voqeani guvoh bo'ldim, uzr gapingizni bo'ldim. Maktabga shu o'g'lim olgani borib, shu orqa tomonda kuzatib turibman, bir bola futbol o'ynayapti. Futbol o'ynayapti-da, keyin o'sha yerda qorovul, maktab qorovuli degan qorovul kelib o'ynama bolam. Derazaga tegsa sinadi. Sani oila byudjetiga zarar keyin desa, dadasiga telefon qilyapti, hali bola meni urdi deyapti. Dadasi ham kelib keyin hali qorovulga tashlayapti. Keyin aralashdim borib, aka, men shu yerda edim. Shunaqa bo'ldi, siz o'g'lingizga bir qo'l ko'targan yo'q. Voqea bo'ldi deganimdan keyin uyalib ketdi-da. Bola yolg'on gapiryapti, nishani ota-ona kelyapti. Yana bir gap bor, xalqimizda bolani o'rtasiga tushib bo'lmaydi deydi. Haqiqatda to'g'ri gap, tushib bo'lmaydi. O'qituvchilarning qadri
hurmati oshsa, keyin bilim ham, ilm ham hamma yoq menimcha o'z me'yorida ketsa kerak. O'qituvchilar ham har bir endi ota-onasidan kelib kalta gap eshitsa, haqoratlasa, bularni yonida hech kim olmasa, yo maktab direktori yo boshqasi. Bilmadim endi. Nima deyishga ham hayronman. O'qituvchini kadri past bo'lgan joyda bilimni sifati ham past bo'ladi-da. Albatta. Masalan, hokimda ham o'qituvchi o'qitgan, podshohni ham o'qituvchi ta'lim bergan. Prokurorni ham, sudyasini ham, ichki ishlar xodimini hammasiga shu ustozlarda shularni. Alisher Navoiyni hozir kitob qaysi asarligi esimdan chiqib qoldi. Shu asarida xuddi siz aytgan mavzu bor ekan. O'qituvchini o'sha muallimni obro'si haqida o'sha Alisher Navoiy ham xuddi shu fikrni bildirgan ekanda. Albatta. Obro'si qancha past bo'lsa, bilimi past bo'ladi. Obro'si qancha yetuk bo'lsa, bo'ladi. O'qituvchilarni davlatda maqomi podshohlarnikidek bo'lish kerak degan fikr bor ekan. Yana hozir men qo'pol bo'lsam aytaman, mana xususiy maktablarda bunaqa holat kam bo'lyapti deysiz-ku. Chunki ota-ona pul beryapti-da, pul berib o'qityapti. Arzon narsani mazasi tatmaydi deydi-yu. Bor gap, endi ochiq suhbat siz bilan biz o'rtamizda. Shuning uchun bola ham mana ota-onam qiynalib pul beryapti, o'qishim kerak deb yaxshi natijaga erishyapti. To'g'ri, ha, shunday. Men to'g'rimi? To'g'ri. Endi davlat maktablarida shunaqa bir tartibsiz holatlar juda ko'p bo'lyapti. Mana o'zim o'g'lim maktabda o'qiydi. Nimasiga berayotgan ta'limiga ko'nikmasdan repetitorga boryapti hozir. Matematikadan yaxshi. Tilni o'rganish bo'yicha xudoyim bir ajoyib talant bergan. Shu o'zi yo'naltirib qo'ydik. Shunaqa. Endi biz paytda biz yomon yoshligimizda repetitorga ham bormaganmiz. Endi xotiramiz yaxshi bo'lganmi? Eshitib bashda konspekt yozib 5 ta olib chiqaverardik-da. Adabiyotdanmi, tarixdanmi, tarixga yoshligidan qiziqaman. Yaxshi o'qiganman. Endi bu narsani takrorlab turmasangiz esdan chiqib ketadi. Siz bilan suhbat qurganimda esingga tushiradi shu narsa. Yoshlikda olingan bilim toshga yoziladi deydi. Shuni singari gap. Rahmat. O'sha endi keyingi tugatib ko'raylik deyapsiz-ku. Yana bitta savol qo'yib ketdi. Kitob o'qish haqida shu ota-onalarni ham, men to'g'risi ota-onalarni ham shu kitobga targ'ib qilganim. Shu kitoblarni qanchalik ko'p o'qisa, odamning dunyoqarashini kengaytiradi-da. Mana siz o'zingizdan bevosita bilasiz, men bilaman, kitob yaxshi. Hurmatingiz baland, ko'p kitob o'qiysiz. Shu haqida shu fikrlaringizni eshitsak, keyin suhbatni tugatamiz. Men ota-onalarga iltimos qilib qolardim. To'g'ri, tirikchilik bor. Bir odam man hali kunlik tartibini o'rganuvdim-da. Agar deydi uyga kelib kitob o'qigim kelmasa ham bolalarim oldida kitobga qarab turaman. Chunki men bolalarim dadam kitob o'qiyapti desin degan maqsadda qilar ekan. Bir varaq bo'lsa ham ota-onalar kitob o'qinglar bir kunda. Chunki ilm olishda erta kecha yo'q. Mana yaqinda bir o'rtog'im Yashamoq degan o'zi kitob berdi, bir kunda o'qib tugatdim. Ozginasi qoldi. To'g'risi dangasalik tomirini tutib oldi. Buni sababi o'sha xulosani men yechib bo'ldim. Xulosani yechib bo'ldim. Shuning uchun bir kunda 274 varaq kitobni o'qidim. Qiziqqanimdan. Uydalar ham hayron. Menga qiziqishib, ular ham kitob o'qishni boshlashgan. O'g'lim ham, ahli-ayolim ham. O'zlarining yo'nalishli kitoblar. Demoqchimanki, ota-onalar shu agar farzandlar ko'p kitob o'qisin, ko'p o'qishni xohlasalaring, o'zlaring ham kitob o'qinglar. Oldin o'zimiz amal qilsak, o'zimiz amal qilib gapirsak, gapimiz ta'sirli chiqar ekan. Amal qilmasdan kitob o'qilsa, dadam o'zi o'qimaydi, biz kitob o'qiyapti deydi. O'qi deyapti deydi. Shuning uchun men ota-onalarga iltimos qilib qolardim. Har bitta xonadonda hech yo'q, ishdan charchab kelasizmi? O'qimasangiz ham shu o'qiyotganda bir ikki varaq ko'z tushirib qo'ysangiz, uni ko'rgan farzandlar, demak biz ham kitob o'qiymiz degan kitobga bo'lgan muhabbat o'xshadi. Meni uyimda juda ham badiiy asarli kitoblar ko'p. Sizdan ham ko'p olaman. Mana oxirgi bergan kitobingiz menga Yashamoq bo'ldi. Uni o'qib men
aytdimki boshqa olamga tushib qoldim. Hayotda o'zi ta'sirchanman. Ijodkor odam shunaqa bo'ladi. Nimadandir ilhomlanib qo'shiq yaratadi. Asosiy meni ijodimda ham shu tarbiyaga chorlovchi qo'shiq. Shahvoniy sevgi muhabbat haqida qo'shiq yo'q menda. Meni yo'nalishim shunaqa, tarbiyaga chorlaydigan. Ota, ona, vatan, aka, uka, amaki, opa, shu do'stlar, shularni bir maqtab, shu tarbiya bo'lsin deb, shu ko'p kitob o'qiganimda shunaqa yo'nalishda ijod qilaman. Ko'pchilik aytadi, boshqa temalar haqida ham aytsangiz bo'ladi-yu deydi. Endi shu narsaga o'rganganman, bundan chiqib ketolmayman. Maslahatim kitob o'qinglar. Do'stim, ajoyib suhbat uchun rahmat. Sizni ham joningiz omon bo'lsin. Hozir mana fikrlarimiz rosa ko'p, suhbatlarda savollar ko'p. Lekin Vaqt chegaralangan. Vaqt chegaralangan. Hozir biz hurmatli kuzatuvchilar, hozir biz san'at saroyidamiz. San'at saroyida mana iftordan keyin ozgina piyoda sayr qilib yurib, shu san'at saroyida chiroyli bir salafandan qilib qo'yilgan bir yaxshi joy bor. Shu yerda bir chiroyli suhbat sizlarga ham ilindik. Rahmat do'stim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni erinmay vaqtlaringni sarflab kuzatganlar, vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Albatta sog' bo'linglar. Xonadonimiz tinch bo'lsin, mahalla ko'yimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, jamiki dunyo tinch bo'lsin. Hozir do'stim yana bir gap kelib qoldi. Imkoniyatlar ko'pda, shunaqa sharoitlarni yaratib bergan imkoniyatlar ko'p. Bundan unumli foydalanish kerak. Faqat foydalanish kerak, faqat o'qish kerak, ilm bilimni oshirish kerak. Hamma imkoniyat bor, yo'q emas. Faqat xohish bo'lsa bo'ldi. Shunda haligi nima deydi endi? O'tkazib yubormasdan unumli foydalanib qo'yaylik. Doim sog' bo'laylik, shunaqa suhbatlar bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat, sog' bo'linglar.